Har kuni 2,5 million o'zbek tadbirkor 8 soat rutin ishlarga vaqt sarflayapti. Buyurtma qabul qilish, hisobot yuritish, mijozlarga eslatish. Agar ularda har biriga AI xodim bersak-chi, ChatGPT suhbat qiladi, Zapier esa murakkab. Agentnet haqiqiy ishni bajaradi. Kod yozish shart emas, premium bilan to'lasa bo'ladi. O'zbek, rus, ingliz tillarida gaplashadi va eng muhimi bu faqat boshlanishi. Har qanday kasb uchun. O'zbekistonda 2,5 million kichik biznes bor. Markaziy Osiyoda 15 million, dunyoda 400 million. Hozircha bizning nusxamiz yo'q. Lindi va Bootpress ChatGPT buni qilmaydi. No-code AI bozori 2030-yilga borib 44 milliard dollarga yetar ekan. Biz jamoamiz bilan 6 oy davomida qurdik. Xavfsizlikdan tortib to'lov tizimlarigacha hammasi tayyor. Google qidiruvdan boshlab ekotizim qurdi. Agentnet ham shunday. Har bir yangi foydalanuvchi yangi agent, har bir agent yangi data. Har bir data yanada aqlliroq AI bo'ladi. Biz O'zbekistondan boshlaymiz, lekin bu dunyoning har bir biznesi uchun. Inshaalloh bizga ham imkoniyat bersanglar, O'zbekistonda unicorn startaplar chiqadi. Google'ga o'xshab. Google ham oddiy garajdan boshlab ekotizim qurdi. Biz ham qo'limizdan keladi. Hozirgi texnologiyalar bilan buni iloji bor. Inshaalloh kelajagimiz porloq. Sizlar imkoniyat berib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Hali hammasi go'zal bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.